Qirs. Yuravering. Chirsalashni istasizlarmi? Oynamiz sinmasligi uchun maksimal darajada prokladkada adapterlar. Mana bu adapterni ham chuqur qilganmiz. Oynaga tegib qolsa dars ketib qoladi deb. Mana prokladkalarni qo'yganmiz. Hammasi oyna sinmasligi uchun ketdi. Bugun hozir test qilishga ko'rsatamiz. Yuramiz kelinsa mashinalar. Mana yana rezinoviy prokladka qo'yilyapti. Qattiq siqqan paytda mana dars ketib qolishi mumkin. Narolagan ko'rgan. Shishi zo'r bo'pti. Shestaka tushuntirib bering, mana shu kalyonning oynaga ustiga nima qoplagansiz? Qarang, ustiga listdan qoplangan. Orasiga yarim santimetr zazor berib, germetik qilganmiz. Yurayotganda sal yumshoqroq yurish uchun. Keyin buni qotirish yo'llari oyna teshilgan. Ichida prokladkalar bor. To'kirlarga immunno adapter deyasat. Buni korоче ijod qildik, berasiz. Ketdi. Oka o'tiring mashinaga. Qirs. Yuravering. Chirsalashni istasizlarmi? Chirsalayapti-yu bu. Oka, gazni bosing. Uy! Yana. Mana shu latokdan o'tasiz. Bitta aylanib keling-da. Oka yumshoqmi? Vaqti bor, tramvay. Lekin chiroyli ko'rinar-ekan-a? Oka, lekin sindiramiz. Voy, ketdi. Mana ketdi oka. Mana ketdi. Voy. Latokdan o'ting. Mana bitta bor, zapasga ham qo'yamiz. Zapasga bo'pti.